Surxondaryo viloyati Bandixon tumanida aholi uchun yana bir qulaylik yaratilmoqda. Uzoq yillardan buyon ta'mirtalab ahvolga kelib qolgan Quduqsoy mahallasi ichki ko'chalarida asfaltlash ishlari jadal sur'atlarda olib borilmoqda. Natijada mahalla ahlining ko'p yillik orzusi ro'yobga chiqmoqda. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Bandixon tumani markazidan 25 kilometr uzoqlikda joylashgan Quduqsoy mahallasida 600 ga yaqin oila, qariyb 3000 nafar aholi istiqomat qiladi. Mahalla aholisini ko'p yillardan buyon ichki ko'chalarning nosozligi qiynab kelar edi. Bugun esa ushbu muammo o'z yechimini topdi. Mahallaning 3,5 kilometr ichki yo'li asfalt qoplamasi bilan ta'minlanib, aholi uchun yanada qulay sharoit yaratilmoqda. Bu ishlar tashabbusli budjet loyihasi doirasida amalga oshirilayotgani esa fuqarolarning tashabbusi amalda o'z samarasini berayotganining yana bir yorqin namunasidir. Ko'rinishidan oddiydek tuyulgan bu o'zgarish mahalla ahli uchun katta voqea, chunki bu yo'llar ortida aholining qariyb 30 yillik orzu-umidlari mujassam. Men mana shu mahallada qariyb 30 yildan beri yashayotgan bo'lsam, bizga shu 30 yillik orzu edi mana yo'l. Avvallari shunday to'proq chang edi, keyinchalik o'zimiz hashar yo'li bilan shag'alladik, lekin ko'ngildagiday bo'lgani yo'q. Lekin bugungi kunga kelib mana bu tekis ravon yo'llar, farzandlarimiz bemalol harakatlanyapti, maktabga borishga, bu yoki boshqa biror yoqqa ish bilan, yumush bilan borishga qiynalmayapti. Buning uchun albatta prezidentimizga rahmat. Avvallari qishda loy edi, yozda chang edi. Bitta mashina o'tib ketsa chang uyimizgacha kirib ketar edi. Bugun juda bir havas qilsa arziydigan, ko'rsa ko'z quvnaydigan darajada mahallamizni uzoqligini hisobga olsak, mana shu darajada ishlar mahallamizda rivojlanishlar bo'lishiga to'g'risi ishonmas edik. Lekin mana bugunga kelib haqiqat bo'ldi. Mana yo'llarimiz ravonlashdi. Barcha sharoitlarimiz, barcha orzularimiz bugungi kunga kelib ushalib turibdi. Bugungi kunda mahallada amalga oshirilayotgan qurilish ishlari nafaqat yo'llarning sifatini yaxshilamoqda, balki odamlarning hayot tarziga ham ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ayniqsa yomg'irli kunlarda yuzaga keladigan qiyinchiliklar bartaraf etilib, aholining kundalik qatnovi ancha yengillashmoqda. Bizning Quduqsoy mahallamizda 523 ta xonadon bor, 2700 nafardan ortiq fuqarolar istiqomat qiladi. 2026-yil Open byudjetning birinchi mavsumida ichki yo'llarni asfaltlash maqsadida o'yinda ishtirok etdik. O'yinda biz mag'lub bo'ldik. Afsuski, sababi bizning mahallamizda aholi soni kamligi hisobiga biz yutqizdik. Senat tomonidan Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan o'rganib chiqildi va bizda qo'shimcha g'olib deb e'lon qildi. Biz buning uchun shuncha imkoniyat yaratib bergan muhtaram prezidentimizdan minnatdormiz. Xalqimiz hammasi juda xursandchilikda. Hozirgi kunda mana umumiy 3,5 kilometr yutib olganmiz. Shu 3,5 kilometr yo'lning 2700 metri asfaltlanib bo'lindi. Hozir 1200 metri qoldi. Ertandan nasib bo'lsa yakunlab xalqimizga topshiramiz. Bundan fuqarolarimiz juda ham xursand. Eng muhimi, bu kabi bunyodkorlik ishlari aholi kayfiyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ravon yo'llar, obod ko'chalar va qulay infratuzilma mahallaning qiyofasini o'zgartirib, insonlar turmush farovonligini yanada oshirishga xizmat qiladi.